Ruslan kafede biləsilər Andijanlı bala gəlib son saya oturubdu. Umuman gəp söz boşu yox. Ha babaya özünüz təsvir. Assalomu alaykum. Ruslan kafening mijozlari. Bugungi ishda yine ajoyib tezlikda yine dastlabkimiz ketib atib. Mangal sayt arkamızda ehtiyot bo'l ki. Endi tandirxona bor, xudo xohlasa. Mana hurmatli yigitlar, qalaysizlar? Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Ruslan kafening mijozlari. Bugun bizning Ruslan kafemizda ey kimencha shashlik ey. Sözler Mızda şasırdık Oylanıp görsem ağayın dostimiz kıskan asırdık. Tüm hayırlı kech aziz yurttaşlarımız. Bu babaxonning ideyasi. Steak baraninaga. O telefon olmasın kızım. Qaranglar ey aziz yurtdoshlar, xush kelibsizlar. Nima boshqacha oldi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Yaxshimisizlar? Ruslan kafening mijozlari. Tak, bugun bir boshqacha bir menüga. Bugun tadbirimiz ajoyib bo'lib o'tibdi. Chiroyli bir insonimiz. Hurmatli aziz yurtdoshlar, bugun bizlar bir narsalar keldi. O'tishdan zo'r narsa, yesangiz aytasan. Ma. Hey. Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Ruslan kafening mijozlari. Yine bugün Alçanamız. Assalomu alaykum Ruslan kafe mijozlari. Bugun 31-mart. Biz ish faoliyatidamiz. Bemalol boboya. Beda mamnunman. Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Bugun ish kunimizning oxirgi kuni. O'tirishdan nega babi? Duruşagina. Hayta. Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Ruslan kafening ashaddiy muxlislari. Bugun yine Haytan bilan osh pishirdik. Kafe mijozlari bizda yana menyumizda yangilik. Babaxona o'zi tushuntirib bering buni. Tak. Hurmatli yurtdoshlar, bir aziz mijozimiz Não seu cantar e